standart va sertifikatsiya tizimidagi eskirgan talablar va byurokratiya tadbirkorlarning qo'lini bog'layapti. Sohada korrupsiyani keltirib chiqaryapti. Bizdagi 25 mingdan ortiq standart, 41 ta texnik reglament xalqaro bozor talablariga mos kelmaydi. Hozirda 13 mingga yaqin turdagi tovarni 6,5 ming majburiy sertifikatlanadi. Vazirlar, hokimlar qo'liga qalam olib, tadbirkorlarni eshitib, qaysi standartni yangilash, qaysi birini bekor qilish, nima mahsulotni majburiy sertifikatsiya ro'yxatdan chiqarishni o'ylab ko'rdimi? Investorlar bizdagi ko'p laboratoriyalar talabga javob bermasligini, rivojlangan davlatlar standartlari esa tan olmaganligini aytayapti. Hozirgi tizimda sertifikatlash organlari bir paytning o'zida bozor nazoratini ham olib boradi. Bu esa manfaatlar to'qnashuviga olib kelyapti. Eng ko'p ko'tarilgan masalalar ham aynan sertifikatsiya bilan bog'liq. Hozir ularni ayrimlariga to'xtalaman. Sut va go'sht mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalar o'zining mahsulotiga SES xulosasini olish tizimidan norozi. Zamonaviy uskuna keltirib, zavod qurgan tadbirkor SES xulosasini yo'qligi uchun ishlab chiqarishni boshlanmayapti. Xulosa berish uchun esa standarti o'zi yo'q. Yusupaliyev uni tizimida texnik qo'mita bu mahsulotga bizda standart yo'q deb kutib o'tirmasdan o'zi tashabbus qilib, tadbirkor bilan birga standart ishlab chiqsa bo'ladi-ku. Ayrim tuman SESlari haligacha tadbirkordan bitta mahsulotning har xil qadoqlangan partiyasini alohida sinovdan o'tkazish talab qiladi.